أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Hoş, bugün kelgan dersimiz bolsa qarindoshlar, yengida balog'at, fasohat sohasiga qadam olganlar uchun tayyorlangan Durusul Balag'a nomli bu kitobning muqaddima kitob. Balog'at sohasining muqaddimasi bu. Muqaddima. Bu kitobning ilmul bayon bobining al-majazul mursal degan qismiga keldik. Al-majazul mursal. Biz bundan oldingi darslarda majozni cho'ng jihatdan ikkiga bo'lgan edik. Biri nima? Majaz lug'aviy, ya'ni bir majaz aqliy deb. Undan keyin majaz lug'aviyni ikkiga bo'lgan edik. Biri majaz al-mursal, ya'ni birinchi majaz al-isti'ara deb. Biz isti'arani ba'da so'zlab bo'ldik. Isti'ara degan, ya'ni asli ma'no bilan ko'chma ma'no orasidagi aloqa o'xshashlik bo'lgan. O'xshashlik bo'lgan majaz isti'ara deb atalib deb uni tushunib o'tdik. Endi bugungi darsimiz majaz mursal haqida so'zlaymiz. Majaz al-mursal haqida. Bu majaz mursal degan nima desam, mursal degan ya'ni bu majaz ya'ni muqayyat emas, ya'ni mushabaha degan aloqa bilan muqayyat emas degan gap. Mursal emas, mutlaq degan gap. Ya'ni mushabaha degan aloqa bilan chetishlik emas. Balki bundan mushabaha degan aloqa yo'q. Undan boshqa sizlarga men 8 xil aloqani so'zlab berdim. Bu 25 xil aloqa bor aslida, tushunarlimi? Chunki men maktabda nima deb atadim sizlarga? Muqaddima. Asli 25 aloqa. Nima ish qilib 8 bayon qildi, ko'p yutadiganlar. Oldinlarda kunigidek yutib turadigan aloqani so'zlab berdim. Anda yilda oyda bir qadam yutadiganni so'zlamaydi. Nimishqa? Chunki bu madarisga qadam olgan o'quvchi, yangi o'quvchi. Buningki zehnini qilishtirib olsak, aralashtirib olsak, bu bilimga nima bo'lib yomon ko'rib qoladi. Shundan zerikib qolsa o'qimaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun bularga oddiy shaklda boshlash kerak. Eng muhim shu bir pashtaxtdan chiqqanini yaxshi tushunimizda. Endi xo'sh. Biz ilgirgi darsda aloqa bilan qarinani tushunib o'tdik, ha? Aloqa degan nima, qarina degan nima deb bilinglarchi? Aloqa degan nima ekan, qarina degan nima ekan, farqini tushundinglarmi? Majazning aloqasi bilan majazning qarinasining farqini tushundinglarmi? Demak, qarina bilan aloqaning farqi nima desanglar, qarina degan ra'aytu asadan yarmi desak, yarmi degan so'z bo'ladi. Qarinaning xizmati so'zning asli ma'nosini iroda qilishdan to'sib turadi va majaz ma'no, ko'chma ma'nosini iroda qilishni tayinlaydi. Yarmi degan so'z biz asad deganni bir yovvoyi hayvon, yirtqich hayvon degan ma'noni iroda qilishni to'sib turadi. Chunki shir degan o'q atanmaydi. Uni kenidan buni bir jasoratlik, palvon, shijoatlik odam ekanligini tayinlab turdi. Chunki shu o'q atadigan degan shavandaz o'q ata oladi. Endi aloqa degan nima desak, shu so'zning asli ma'nosi bilan ko'chma ma'nosining orasidagi bog'lanish. Ya'ni bu asad bilan o'qatayotgan shir degan gapdan nima murod desa, ya'ni o'qatayotgan jasoratli odam. Bu jasoratli odam bilan shirning aloqasi nima desa, shirmo qo'rqmaydi, shijoati va o'qitayotgan dushmanga qo'rqmay o'qitadigan odam bu nima qo'rqmaydigan jasoratli odam. O demak aloqa mushabaha. Aloqatu mushabaha dedik. Buning ismi nima? Bu majaz ismi majaz isti'ara. O'xshashlik bo'lgan. Endi shu aloqa mushabaha bo'lmay qolishligida nima deb ataladi? Majaz mursal. Demak, mursal deb yerda 8 dona aloqani so'zlaydi. Mushabahadan boshqa. Xo'sh. Majaz mursal degan huwa majazun alaqatuhu g'ayrul mushabaha. Ya'ni uning aloqasi mushabahaning g'ayri bo'lgan majazdir. Endi bu aloqalar 8 xil aloqa bor. Birinchisi kas-sababiyat. Shuningcha kada boshlab qo'ydim desangiz, chunki aloqa 25 aloqa bor. 27 25. Shunga kas-sababiyatni misol tariqasida keltirib qo'ydi. Sizga yengillashtirish uchun 8 ga keltirdi. Bo'lmasa, birinchisi as-sababiyat deb kelsa bo'ladi, tushunarmi? Demak, kas-sababiyat degan gap, ya'ni shu nimalarniki, shuning o'xshagan degan gap, ya'ni shuni ichida ko'p uchraydiganlarni keltirdim edi. Sababiyaga o'xshash masalan, fi qawlika sening azumat yadu fulanin indi. Falanining quli degan falanining quli orqali kelgan ne'mat mening qishimdagi falonning quli orqali kelgan ne'mat nihoyat katta bo'ldi deydi.
Bir şeydeki yed deganning asli ma'nosi nima vallahi? Qo'l. Nima deb aytamiz bu yerda? Bu majaz mursal bilan bu yerda ne'mat iroda qilinadi. Nima ish qilsa? Nima ish qilsa chunki ma qildisizlar? Ya'ni azumat ni'matu fulanin, ya'ni ni'matu zaydin allati sababuha al-yadu indi deb ma'no aytgan vaqtda. Ya'ni meniki qishimda uni sababi qo'l bo'lgan ne'mat katta bo'ldi degan gap. Kalom o'ylasa bu qanday gap? Qanday olib bu qo'l nimaning sababi bo'ldi desa, bir odamga mukofot bermoqchi bo'lsa nima bilan berdi u mukofotni? Qo'l bilan berdi-da. Qo'l bilan topgan pulni qo'l bilan berdi. Qo'l bilan berganligi uchun bu qo'l nimaga sababkan? Natijaga sabab. Musabbab, ya'ni bu yerda musabbab nima? Ne'mat. Berilgan ne'mat. Sababchi shu ne'matni bergan qo'l sabab. Demak, biz bu yerda nimani so'zlab? Bu min qabili itlaqu as-sabab va iradatu al-musabbab. İtlaqu sebep, iradatul musabbab. Yani sebepni so'zlab natijani iroda qilish degan vaqtda. Bu nihoyat ko'p chiqadi. Buni nima deymiz? Bir şeyde kagini yetib kelgan bo'lsa buni sababiyya deb ataymiz. Agar ba'zida buni aksi bo'ladi, ba'zida musabbabni so'zlab sababni iroda qilgan shu. U chaqda nima deb ataymiz? Musabbabiyya deymiz. Aloqa musabbabiyya. Bir şeyde kagin narsadan bo'lsa, lafzdan bo'lsa, shuni ya sabab bo'lsa sababiyya, musabbab bo'lsa musabbabiyya. Demak, uni sababni iroda qilamiz demak emas. Demak, sababni ishlatib musabbabni iroda qilish degan gap, tushundingmi? Endi ikkinchisi val musabbabiyya, mesela musabbabiyya, ikkinchi aloqa. Fi qawlikasini qawlunda masalan amtaratis samau nabata. Amtaratis samau nabata deb keladi. Osmon o'simliklarni yog'di. Buni degan gap, osmondan o'simlik yog'amdi, osmondan gul-giyoh yog'amdi. Ya, osmon deganda yomg'ir yog'di. Endi nima ish qiladi deydi desa, bu yerda natijani so'zlab sababni iroda qilish. Yomg'ir degan nima? Vallahi yomg'ir degan gul-giyohlar o'sishning sababi. Gul-giyohchi yomg'irning kelib chiqqan natija. Unda qolgandan keyin amtarat samo nabatan degan yani osmon o'simliklarni undiradigan, o'simliklarning unishiga sababchi bo'lgan yomg'irni yog'dirdi deb aytishadi. Tushundingmi? Shuning uchun balog'at fasad bilmagan Qur'on tarjima qilish bo'lmaydi. Udul bilgimi tarjima qo'ysanglar, g'alati ma'nosi bo'laydi. Nima deb aytamiz? Men aytganda amtarat samo nabatan deb kelsa, ya'ni osmonda deb bu samoni osmonda nima deyishadi? Bulutni deyishadi qiladi. Samo deb kelsa bulut. Tushundingmi? U majaz. Bulutdan o'simliklarning o'sishiga sababchi bo'ladigan yomg'ir yog'di desanglar, to'g'ri ma'no bo'ladi. Ya'ni nima deydi? Ay matara yatasabbabu anhu nabat. O'simliklarning o'sishiga sababchi bo'ladigan yomg'ir yog'di deydi. Üçüncü aloqa bo'lsa nima desanglar, vel juz'iyya, alaqatul juz'iyya. Ya'ni bu qochini so'zlab butun iroda qilish. Yani itlaqul juz' va iradatul kull degan qabiladan. Ya'ni seni qavlunda masalan, ursilatil uyunu litattali'a ala ahvalil adu. Ya'ni uyun degan ko'z asli ayn degan ko'z degan gap. Ayn degan. Ko'zlar dushmanning ahvolini bilish uchun avatildi. Desimcha jasus murad. Jasus. Nimishqa? Bu majaz mursal. Ko'zdan jasus murad. Bu qandoqlar bunday oldi desangiz sabab. Asl nima sabab desangiz? Ya'ni parchani so'zlab, so'zlagan parchani ko'z degan parcha. Bir parchani so'zlab, bir butunni iroda qilish, qo'lni. Ya'ni nima uchun desangiz, aloqa nima? Ma'lum aloqa desangiz, chunki jasusning qidigan xizmati nima? To'xtamay kuzatish, dushmanni. Ko'z bilan kuzatish. Ko'z bilan kuzatish bo'lganligi uchun nima qilgan gap? Shu eng asosliq bo'lgan ko'zini ko'rib, bu kim ahvolni obdan ko'rib keling deb avatgan, ko'rishni avatgan narsa bo'lgandan keyin jasus degan, shu ko'zni atab qolgan xuddi boshqa a'zolar buni hisob qilinmaydigandek, faqat ikki ko'z bilan hisob qilinagandek. Bu bir gap bu. Endi demak biz ko'z degan parchani yuzini so'zlab, butun jasus degan nima bir nimani, butun kulni iroda qildik. Bu itlaqul juzu va iradatul kull degan babdan. Lekin bunda bir qoida bor, shart bor. Chuqum maxsus bir yer bo'lish, juzda chuqum bir maxsus bir makon bo'lish kerak. Maxsus bir juzda. Hamma juzda degan. Masalan, bu yerda ursilatil adanu litattali'a ala ahval adu degan bo'lmaydi. Ursilatul ayadi degan bo'lmaydi. Ursilatil arjulu degan bo'lmaydi. Ya'ni qo'llar, putlar avatildi desanglar,
bu mecaz bulamaydı. Nimishqa bu chuqur mutaarraf bo'lish kerak. Ya'ni arabni nimada arabning urf odatida ishlatilib kelgan bo'lish kerak bu. Chuqur juz'iyya, alaqatul juz'iyya. Chunki shuni ham arablar qanday ishlatib kelgan davomli jasusqa ko'z ishlatib kelgan, ayn degan so'zni ishlatib kelgan. Bu munda bo'ladi. Ammo bir odam qilib bilan hamma yasayya totibdi. Jasus deganga podsho putlarni qo'yib beryapti xalqning ichiga. Putlarni qo'yib beryapti desa, g'alat deymiz bunda shu. Xohlagancha yasamaymiz buni. Bu chuqur nima bo'lishi kerak? Maxsus arabdan o'rpida odatlanib kelgan maxsus ishlatilgan bo'lishi kerak. Ya'ni pochini so'zlab butun iroda qilish degan bobda. Ammo buni aksicha butun so'zlab pochini iroda qilish degan bobda mumkin. Unida butun so'zlab qaysi bosh butunning qaysi bo'ligini yozsak bo'laveradi. Unida masala yo'q, tushunarmi? To'rtinchisi vel kulliya, ya'ni alaqatul kulliya. Degan kulliylik aloqasi. Mesela bu Allah Teala'nın kavlida yec'aluna asabi'ahum fi adanihim degan qavli. Yani bunu mesela ey anamilahum. Yani ular barmaklarını yani barmaklarının uçlarını fi adanihim kulaklarına uyutup aladı degan yerda, mishada. Bunun deyimiz buna itlaqul kul ve iradatul cüz' degan bobda. Bütün so'zlab pochini irada qilish degan bobda bu. Qanday desanglar, mishadagi asabi degan anami degan. Asabi degan ma'no ma asabi. Kamil asabi. Anami degan ya barmoqning uchi. Endi shu Allah Teala misal keltirib ayna tafsir o'qigan uni. Shu munofiqniki misal keltirgan yomg'irda qolgan chaqmoq guldirmamida qolgan odamlar. O chaqmoq guldirmamning ovozini qo'qib, shuni anglab bilib qilishni qo'qib nima ish qildi? Barmoqlarini o'yitib oldi, xuddi barmoqlarni hamma tiqib olgandek. Barmoq uchlarini o'yitib olgan ma'no qildi. Sizga nima uchun Allah Teala yec'aluna anamilahum demay, asabi'ahum degan savolga qasim deymiz. Agar anamilahum degan bo'lsa, bunda o'yitib oldi, xuddi barmoqlarini tishiyotgan holat tiqib oldi degan ma'no chiqmaydi. Barmoq uchlarini o'yitib oldi degan ma'no asabi'ahum degan ma'no chiqdi. Bu shuni deymiz itlaqul kul va iradatul juz' deb yozamiz. Bunda kelgan vaqtida qaysi yani yozsak bo'ladi mesela. Bunda o'zimiz yasab ham yasay olamiz majozni. Bunda holatda. Ammo yuqorqi ma'no aksi bu holatda yasay olmaymiz. Chuqur arabdan o'rpida odatlangan bo'lish kerak bo'lish kerak. 5-chi aloqa bo'lsa i'tibari makan. İ'tibari makan. Yani aslidagi holatini e'tibor qilish. Aslidagi holatini e'tibor qilish degan aloqa. Mesela Allah Teala'nın kavlida ve atul yatama amwalahum. Ama Sure Nisa'nın nimelerinde mesela Sure Nisa'nın 2. ayetida yetimlerge yani asli ilgili yetim bo'lgan hozir balog'atga yetgan baliqlarga mollarini beringlar degan yerda bu yerda yatamaning ma'nosini degan bo'ldi, balig'in degan bo'ldi. Asli balig'in. Nimishqi yatama deb keldi desa, asli yatama yani asli yetim bo'lgan baliqlarga. Yani asli yetim bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Uning mollarini valilarini ilib oldi. Shu molga vakil bo'lgan valilari saqlab amonat saqlab turib uchun ilib olganma, endi balog'atga yetgandan keyin nima qilganlar biladigan bo'ldi. Bichadiki yatama deganda nima murod? Nimishqa yatamani kelgan desa, aslidagi holatini ko'zda tutib. Bo'lmasa xitob kimga? Yetim degan 18 yoshdan tuvan bolalar nima bo'lmaydi? Nima ish bo'lgandan keyin nima bo'lmaydi? Yetim bo'lmaydi. Qancha dadlar qon bozma. Andadi ketsa 60 yoshga adam yo'q, yetimman. Deydi. 60 yoshga adam yetim deydi. Ya'ni bu shariatda nima bo'lganiki yosh o'lchimi bor. Endi shu balog'atga yetib bo'lgan dedik endi masalan. Balog'atga yetib bo'lgandan keyin yetimlik yo'q. Endi shu yerda yetim dedi-ku, bu nima ishga yetim deydi desa, bu yerda yetim degani yani e'tibor makani. Aslidagi yetimlik holatini ko'zda tutib, asli yetim bo'lgan, hozir balog'atga yetgan bolalarga pulni biladigan bo'lgansiz. Endi 6-chisi majazning 6-chi aloqasi i'tibori ma yakun. Ya'ni kelgusidagi holatini, kelgusida bo'ladigan holatini e'tibor qilish. Mustaqbalni e'tibor qilish. Endi bu yerda yana bittasiga bundan keyin kitoblarda balog'at kitoblar kelganda buni e'tibor avul deydi, majaz avul. Mushar majaz musharafa deb atab qo'ydi. Unda to'y bilan chiqamiz bir narsa, bas istiloh. E'tibor ma yaul deb chiqiladi-da. Ala e'tibor ma'al ma yaul. Endi avul deb qo'ydi. Majaz avul desa bu qanday avul desa, ya'ni
kelgusidagi holatini e'tibor qilib turib so'zlaydigan gap. Masalan, Sur Yusufda Yusuf alayhissalom bilan zinoga qashqadanning biri qanday tushib ketgan? Biri inni arani a'siru khamra. Men o'zimni aroq siqib tushiribdiman deydi. Aroq siqib o'tib deydi. Aroq degani siqiladi bir şey. Aroq degani siqilgan tayyor narsa bo'lsa, ya'ni mishadagi kelgusidagi üzümni sıksa ne buludu? Arak buludu. Yani sıksa arak buluduğun üzümni. Yani arak buluduğun üzümni sıkıp şu yapmaya diyen buludu. Bizim hadisi eyne ben üzümni diyen buludu. Yani arak buluduğun yani arak kılıduğun üzümni sıkıp şükür yaptım ben diyen gibi. Ben de şunu olma. 7. alakı olsa vel mahalliyye. Bizde hal mahal deb narsa var. Mahal degan joy. Hal degan shu joyga tushgan narsa. Tushunarlimi? Masalan, mav mahal. Mavju hal. Mav mahal ichidagi sujo hal. Biz maya mahal, ya'ni biz mahal to'g'adamchu biz hal. Tushunarlimi? Endi mahalliya, aloqa mahalliylar. Mahallik aloqasi. O'rin joylik aloqasi. Fi qawlika masalan qarrara al-majlisu zalika. Majlis şunu karar kıldı dese, bunu maalesef meclis ehli diyen buldu. Meclis ehli muşu işini karar kıldı. Yani böyle etkiledi mesela, ves'elil qariyeh de etkiledi mesela. Ves'elil qariyeh dese, yani ves'el ehlel qariyeh diyen buldu. Şunu mu? Bunun mecaz mursel deyimiz, alakası nime? Alaka mahalliye deyimiz. 8. haliye, alaka haliye, hallık alakası. Yani şükürçülük gibi. Fi kavlihi Teala Allah Teala'nın kavli mesela فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Degen yani Allah'ın rahmeti düşüp durduğun ular Allah'ın rahmeti düşüp durduğun cennette mengu kalıdı demen etimiz. İçerdi ki rahmet degen nima düşüdüğün narsa. Cennet jo mahal. İçerdi ki halini sözlep mahalni irade kılış babıdır. İtlaqul hal ve iradetul mahal. Demek yeniden baytımız ular Allah'ın rahmetleri düşüp durduğun cennette mengu kalıcıdır demeliyimiz. Hoş. Şimdi el mecaz mürekkep. Mecaz mursel ve mecaz mürekkep de birini bulur. Mecaz mürekkep. Mecaz mürekkep degen qanday mecaz? Bizanlar mecaz mürekkep mu? Şu mecaz mursel, mecaz mürekkepten iki kısmı mecaz lugavinin qatarıdan, mecaz lugavinin qatarıdan. Mecaz mürekkep el mürekkep in istu'mila fi gayri ma wudi'a leh fe in kana li alaqatin gayral müşabeheti summiye mecazan mürekkeben kel cümelil haberiyye. Mecaz mürekkep degen nima desanglar, agar bir söz ma wudi'a lehning gayriga ishlatilsa, ya'ni aslida qo'yilgan ma'nining g'ayriga ishlatilsa, ko'chma ma'niga ishlatilsa, bu mecaz deb ataldi. Fa in kana endi mushu ishlatilgan so'z ma murakkab deb qo'ymaydi, lafz emas ma jumlamdi bu, murakkab, jumla. Av biz lafz bir so'zni gapni qilib ketgan, bu bir jumlamdi. Bir jumla asas jumla qo'yilgan narsaning g'ayriga ishlatilsa, fa in kana agar mushu murakkab bo'lgan jumla li alaqatin g'ayral mushabahaning g'ayrida bo'lsa, buni aloqasi. Buniki boshqa ma'noga ishlatilishi mushabaha aloqasidan boshqa aloqani o'zidan bo'sh yuqorqi 8 xil aloqaniki biri bilan bo'lgan bo'lsa, buni nima ataladi? Summiya majazan murakkaba. Majaz murakkab deb ataladi. Demak, bunda boshqa majaz mursal qanday bo'ldi ekan? Biri lafz, kalima. So'z, bir so'z nimaga masalan jannatihi, rahmatillah, rahmat degan so'z jannat degan so'zni o'rniga ishlatildi degan bo'ldimi? Lekin murakkabda bir jumla, komil bir jumlaning o'rniga ishlatiladi. Agar buniki o'xshashtirib mushabaha bo'lib qolsa bo'ladi. Qarindoshlar, bu istiara temsiliya bo'ladi. Istiara temsiliya bo'ladi. Anladın? Bunisi 5'te o'qib o'tdinglar, istiara temsiliya bo'ladi. Agar unda mushabaha bo'lmay qolsa, mecaz murakkab bo'ladi. Farqini tushunib olsang bo'ladi. Kel cümelil haberiyeti, mesela cümle haberiye o'xshash, ya'ni mubtada xabar, cümle haberiye o'xshash.
İza istu'milet fil inşa. Cümle haberiye inşa işletilse mesela. Bir cümle haberiye kamil mesela. Radiyallahu anhu dese. Anladın. Yani İbn Abbas'ın radiyallahu anhu desek. Bu şu aslında ne cümle ne? Cümle haberiye. Radiyallahu anhu'da biz ne irade kılmaz? Duanı irade kılmaz. Allah bunu razı olsun de. Bu şimdi ne buldu Allah? Mecaz mürekkep. Şunu anlama. Radiyallahu anhu diye kamil bir cümle. Üzüp biz bunu cümle haberiyelik manasıdır. Nemene onu kapıp nemene irade kılmaz. Cümle inşaiye manası irade kılmaz. Ondan sonra bunu mügayin diken. İkide mecaz mürekkep diye mevcut. Şunu anlama. Hasan. Mesela nahvu kavlihi şairin kavli okşaş. Havaya ma'ar rakbil yamanine mus'idu cenibun ve cüthmani bi Mekke'te muthequ. Maşir 5'te ötken mi maşlık ya? Ötken. Siz bunu tıkapıl alalırken 5'te ötken. Şu idafet معرف bilen tarif getirmiş. İzafet bilen marifi getirmiş diye ya da et-tarif ve tenkil diye kalsan çok baş şu şey çıktı. Aşağıda ötken. Lakin bunu sizler manasını unutup kapıwan. Hem de biz intekad yapırız. Ustaz yaşında abdan nesi. Havaya ma'arrak aşağıda ne degan havaya degan söz düşenip diye. Havaya degan müşahada menin aşıkım degan buludu. Ellezî ehvâhu degan buludu. Ellezî ehvâhu deb oturup boğuca ahval intayin qiyinchilik, tacılık gap qilib o'g'lamaydi, nayt qisib odam turmada tashlanib qolgan, zinada qolgan odam andaja gap qilmaydi. Allazi ahvahu deb qo'ycha havoya. Mening ishqim, mening oshiqimdan deyapti. Mishada deb mush havoyani misol keltirib mush yerga kelganda hozir unda demoqchi emas. Hozir bizning obyektimiz u yerda emas. Hozir kamil jumlada. Havaya ma'ar rakbil yamanina mus'idu. Yani mening oshiqim Rakbil Yamani diye gap Yemellik karvallar bilen, Yemellik kafile karvallar bilen billah mus'idu diyen yürüp ketkişudur. Cenibun ve cüthmani bi Mekke'te muthaqu. Diye gap cenib diyem ana cenib diye men bir biçare, miskin, garip. Men bolsam bir biçare garip mustadbir degan ma'no yani o erişip qalgan. Meni hep kesam deb erişip qalgan. Garip ve cüthmani menin cesedim bi Mekke'te muthaqu. Diyen mening bedenim Mekke'de muthaq, bağlanıp qilg'ilib. Demek bu adam, bu şair Mekke mükerremede türmege, zindana tushib qolgan ekan sijinga. Shuni bilan buniki mahbubisi Yemenlik kavallar bilan birga haj kelgancha turmaga kelib qolishadi bu ehtimol. Yemenlik kavallar bilan birga ketibdi. Shuni bilan meniki mahbubam Yemenlik kavallar bilan birga ketdi. Men mishada ash mahbubamga erishib qanam. Ondan meniki bedenim Mekke'de muthaqu degan aslida mishadagi muthaqu degan so'z nima qarindoshlar? Bu ism maf'ul. Xabar bo'ladi. Bağlanıp qaldı demekçi lekin yani bağlanıp qaldı xabarni yozmoqchi emas. Anladın? Mening bedenim mushuniga bağlanıp qilg'iliqdan bir şey inshoni yozmoqchi irodi. Anladın? Meniki men bichora bo'lib qoldim. Men bir bichora. Meniki bedenim Mekke'de bağlanıp qalgan bichorman. Deb buni bir nima demekçi emas. Bu sizga qandaqdir bir xabarni sizga deb bermoqchi emas. Bu üzüneki intayin qiynalib ketganligini oshkorlamoqchi, izhor qilmoqchi. İçideki bo'layotgan ishni insho qilmoqchi, insho. Tushundingmi? Bu şey nima deydi o? Falaysal gharadu min hadal bayt al-ikhbar. Bu baytdan g'araz ixbar emas. Xabar berish emas. Bal izharu tahazzuni va tahassul. Balki intayin hasrat chekib ketganlikni, qayg'urib ketganlikni izhor qilish degan bo'ldi. İçideki dardparlardan chiqish. Bundan. Ama munda bu şakat yapı olacak radiyallahu anh degan misal keltirgan bo'lsa, adres asan tushungan bo'libdi. Bu nayt qim ve qiyin misal keltiribdi, Alloh razı olsun. Ve in kanat alaqatuhul mushabaha. Eğer şu mecaz murakkabning aloqasi mushabaha bilan qolsa, nima bo'ladi? Summiya istiara temsiliye. İstiara temsiliye deb atiladi. Kema yuqalu lil mutaraddidi mesela. Fi emr bir işte işkinib qolgan odamga qilmaymi deb ishkinib qolgan odamga bunda deydi mesela. Araka tuqaddimu rijlan va tuakhiru ukhra deydi. Buni bir odam bunga ishkinib qilmaymi deb ishkinib turgan odamga yana bir nima deydi? Men bir putumni qo'yib, bir putumni oldiga qo'yib, bir putumni keyinga qo'yib qo'yapman deydi. Buna deganligi, yani sen bu işte ishkinib o'tibsan.
Bu işte müteredditken sen demekçi. Muşunu da batıldı o. İstihare temsiliye. İstihare temsiliye demiş ha bir şeyde bir adamın bir işe kılayımı kılmayımı diye işini bir fıtını aldık kaç keyni koyaş okşattım işe dedim. Muşabe teşbih varken teşbih oğandıkın dikine bunu ne dedik biz. Lakin bir cümleden bir cümle aldım ben. Anda bunu böyle istihare temsiliye bilen teşbihdeki farkını ne sana? Mâde tukaddimu riclen onun okşturdu, tuakhiru ukhra bunu okşturdu demeyimiz. Biz munteza minel muteaddet deyimiz. Yani bir münci manidin bir mani alımız şu maniga okşturdu o mani okşturuz. Yani fakat lan demege mutereddit fi emr. Bir işte işkilip kalademge bir başkınızı aldık ya bir başkınızı keynimizi kılap tüpsüz demiş oldu deyimiz. Mana işkilip kapsız demek fakat lan işkilip kapsız demek. Mutereddit gibi bir maniga. Bir münci nasidin bir mani alımız deyimiz. Şunu anlama. Bunu tefsirine sepide siz bu tefsirinizi düşündürdük. Hoş, endi el mecazul akli. Mecaz akli ben 5 söz yapıp kendim derslege mecaz 2 kırp türlük bu degandim. Biri mecaz lugavi, yani bir mecaz akli. Mecaz lugavi degen şu lugat nimada lugat babınınki tilda yazılı düşen lafızda bab. Mecaz akli degen akıl arqılı. Bunda hiç qanday yok, bunda ya qarina yok bunda. Ya qarina yok, qarina qo'yi lafzi mi yok, qarina ma'naviy mi yok bunun içinde. Andın. Bu tusab turduğan qarina lafzi qanday ma'nosi yok. Fakat bunun da isnatda, bunundaki mecaz nerede? Lafız demez isnatta. Yani isnat degani şunusluğu cümle ya musnad ileyhi buludu. Bu ikisi oturursa isnat buludu. Yani iki cümledeki bağlap turduğan isnat alaqı münasebet demeyeceğiz. Mesela enbeter rabiul bakla deyimiz. Enbeter rabiul bakla dese bahar gülgahlarını östürdü desek bunu Müslüman degen bolsa, bunun buludu mecazi akli buludu. Yani bir şey inbat. Yani inbat degen inbatul bakl degen sözde inbat ne demeki isnat kıldı? Rabiqa. İsnat kıldı mı? Rabiqa isnat kıldı. Müsnad ileyhi rabi'. Şunda mı? Emdi muşi inbat mecaz. Demişka asli indirici kim? Allah. Bunu mecaz ne deyimiz? Mecaz akli deyimiz şunu. Asli indirici Allah. Lekin aşunu demek bahar sebep boğan, indirici sebepçi boğan baharga nispet bilişinin üzerinde de batılıdı o. Mecaz akli de batılıdı. Buna diğerlikinden imanını kapır, imanını çıkıp gitmeydi. Müslümanın birisi en beter Rabiul Bakla dese biz ne düşünümüz bundan biz ona bu asli Allah Teala'nın indirdiği kalıqını biliyordu bir yerde. Bas baharniki sebepçi işkenlikini demek çıkan dep düşünümüz. Şunu Vahabi kırındaşlı devamlılık bizi kapırga çıkırdı. Edesiz demiş ha, bu şu mecazga ne kalık için, inkar kalık için. Mesela bir adam eşşefaat ya Resulallah dese ne dedi, o kapır oldu dedi. Demiş ki kapır oldu ki? Anladın. Bir adam falanı marahme kılsın dese bu kapır oldu dedi. Bunu Müslüman dediğin bütün la havle ve la kuvvete illa billah dedi. Bütün güç kuvvet tesir etmesi Allah'ın. Allah'ın başka güç kuvveti yok da düşünüyordu. Ama kaçan gepni dedim abi mecaz akli yolundan bulundu. Sebepçi diyen gep. Şunu anlamı? Bu şimdi biliş gerek buna. Demiş kılmaydı ona. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i diyen tutsa. Nemede Kur'an-ı Kerim'i bir yerde inneke la tehdi men ahbabte velakinne Allah yehdi me yeşâ dese bir yerde. Yani bir yerdindeydi o. İnneke la tehdi ila sırat-ı müstakim dese. Kanka bu. Dese hidayet Peygamber Aleyhisselam bir yerde siz halkın kişi yaxşı köke adamın hidayet bilenmeysiz davatıdı. Yani bir yerde siz doğru yolda hidayet bireleysiz davatıdı. Ne Kur'an bizi karşıma ya. Ma birincisi de hakiki manasıyla adı kılıngan. İkincisi de mecazi manasıyla adı kılıngan. İkincisi isnad mecazi. Yani siz birincisi de siz ameliyette hidayet bilenmeysiz. Hidayetini Allah bildi o diyen hakiki mana. İkincisi de o isnad mecazi yani siz hidayet ulanın hidayet yapışığı sebepçi bulursunuz. Siz ulanın hidayet yapışığı sebepçi. Bu doğru yolunu köstüp koyuş artkılık hidayet yapışığı sebepçi bulursunuz. Hidayetini Allah bildi diyen bu beniz. Şu anda ulama bu şu eddesiz muhim mesele var. Huve isnadul fi'li ev ma fi ma'nahu. Mecaz aklı yani medşab fiilni yani fiilnin manisi nesine. Fiilnin manisi nesine ne? İsim fail, isim mef'ul diyen de nesine. Şu anda fiil manisi mesela. Yani demişler fiilde kudde fail mef'ul ise çıkarılacağın. Manevi amıllar mesela. Ne demek ki fiilin onu besip tutacağın bazı yer. Fiil ne ya ki fiilin manisi nesine ila gayri ma huve leh. Yani aşık fiilindeki eslideki failiga. Failiga emas gayriga. Fiilindeki fail olmakçı olsa failiga yoki mef'ulun bihi olsa olmakçı olsa mef'ulun bihi emas başqasiga.
mulabasatlarga, boshqa aloqador narsalarga isnod qilish indal mutakallimi fi zohir, ya'ni mutakallimning nazarida, zohirda, zohirdagi mutakallim nazarida li alaqatin bir aloqa, cho'qim aloqasi bo'lishi kerak, aloqasiz o'zi bo'lmaydi. Mushunda atiladi, majaz aqli deb atiladi. Ma ta'rifni intayin yomon murakkab ta'rif bu. İnchiki tushunish kerak. Birinchi nimani istisno qilganmiz? Fe'lni yoki fe'lniki nimalarni, fe'lning o'rnida turadigan ism fa'il masalan, sifat mushabbaha, ism maf'ul, ism masdar degandek, fe'lning o'rnida turib maf'ul fa'il ishlab chiqaradigan narsalar degan gap. Shuni bu darsda hozir sal uzab ketibdi. Asli bugun kinoyim tugdi chiqararim bor edi. Endi sizlar buguncha majaz mursal bilan majaz murakkabni tushunib turinglar inshaalloh. Kelasi darsimizda majaz aqldan boshqadan boshlaylik va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.